Assalamu alaykum hammaga, xayrli kun. YouTube kanalini ko'ruvchilar, mana men erta bahorda ekkan bugun yili gullarim mana 2-3 metr bo'lib ketdi. Hammasi gullab yotibdi. Endi buni men ko'chiryapman men. Aldım mana kichkina 2-3 qarish edi. Yog'ochlarini ko'chirib tashlaymiz endi buni. Ildizini mana suv qo'yib olganman, bir kun aldım. Endi buni ko'ylaymiz. Chet-chetini ko'chirib ko'ylaymiz. Hamma chetini bel tiqib sal mana ko'chirib olamiz sal. Mana shunday qilib men endi hozir buni loy bilan ushlab tuvakka borib o'tkazib olaman. Mana shunday tuvakka ekib salamiz shunday loy bilan mana. Ko'chirib olmasdan ekkan ushlab chetlariga go'ng solib bekitamiz. Mana endi hammasiga mana go'ng aralash, o'zimizning oddiy go'ng aralash tuproq yerimizniki. Bunga mana aloy suv qilib qo'yyapman. Aloyni ikkita barigini bo'ldi to'xta. Ikkita barigini bitta lekaga yaxshilab ezib tashladim. Mana shunday qilib aloyni suvini qo'ysanlar juda ham yaxshi edi. Karnevin aloy yo'qlar. Magazinda, gul magazinda sotadi karnevin. Ashuni solsanglar, qo'ysanglar yaxshi, ildizlari tez yaxshi baquvvat o'rnashib ketadi. Buni mana ko'ryapsizlarmi? Mana guli bor, necha metr ham bo'lib ketgan o'sha mana. Bu yerda ham mana gullari gullab yotibdi. Bunga endi mana gulimiz uzun. Shuning uchun yog'ochga baylab qo'yamiz bu gulni. Hech bo'lmasa sinib ketadi bunimiz, egilib ketadi. Yaxshilab baylab qo'yamiz buni. Mana. Mana gullarimizni hammasini ko'chirib oldik tuvaklarga. Mana. Bari sizlar ham mana shunaqa ko'chirsanglar, sizlarga mana shunaqa chiroyli qilib tutib ko'karib ketadi. Hammaga xayrli kun. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'linglar.